Xitoyning Temu elektron savdo platformasi O'zbekistonda bloklandi. Xabaringiz bor, 4-mart kuni Prezident huzuridagi Istiqbolli loyihalar instituti matbuot xizmatining xabar berganidek, 20-mart kunidan boshlab Temu platformasi agarda O'zbekistonda soliq to'lovchi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tmasa, bloklanishi ko'zda tutilgan edi. 18-mart kuniga kelib, Soliq qo'mitasining matbuot xizmati shuni e'lon qildiki, Temu onlayn savdo platformasi O'zbekistondan rasmiy ro'yxatdan o'tdi, ya'ni soliq to'lovchi rezident sifatida faoliyatini boshlaganini ular ta'kidlab o'tdi. Ammo bunga Prezident huzuridagi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining reaksiyasi boshqacha bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Temu rasmiy yuridik shaxs sifatida faoliyatini boshlagan bo'lsa-da, uni 20-martdan bloklanishi to'g'risidagi harakatlar o'z kuchida ekanligini qayta takrorladi. Bugun 22-mart sanasi. 20-martdan boshlab Temu ilovasi ular aytganidek ishlashi sekinlashib, ilovasi ochilmasdan qolib, yo bo'lmasa saytiga kirish qiyinlashib qoldi. Bu degani O'zbekistonda Temu serverlari bloklanishi boshlandi. Temuning rasmiy vakillari bilan hozirgi kunda muzokaralar olib borilmoqda va katta ehtimol bilan Temu O'zbekistonga avval ishlangan davr uchun soliqlarni to'laydi va rasmiy ravishda faoliyatini amalga oshiradi. Videoni Uzum Marketplace'da yoki bo'lmasa boshqa onlayn savdo platformalarida savdo qiladigan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Salomat bo'lasizlar.